Salom azizlarim. Bugun men yoshligimdan beri pardoz qilishni nima uchun yaxshi ko'rishimni sizlarga aytib o'taman. Balog'atga yetishim bilan pardoz qilishga bo'lgan muhabbatim oshib borgan. Chunki bu qiziqish meni onamdan o'tgan. Onam shu yoshligimda qiz bolani hech bo'lmasa ko'zida surmasi, qoshida o'smasi bo'lish kerak deb ko'p gapirardilar. Va shu bilan birga yuzingga kosmetika vositalarini ishlatmagan, tez qarib ketasan degan gapni ham ko'p takrorlardilar. 9-sinfda tugatib san'at kollejiga o'qishga kirganimdan keyin bo'yanishni boshlaganman. Ya'ni bittagina Ruby Rose pomadam va labimga jigarrang qalamcham bo'lardi. O'sha paytlarda Ruby Rose pomadasi, Ruby Rose teni, Ruby Rose pudrasi eng avjiga chiqqan paytlar edi. Shu kosmetikalar bor qiz dunyodagi eng baxtli qiz bo'lardi o'sha davrlarda. Institutga kirganimdan keyin hayot juda ham og'irlashdi. Chunki o'sha paytlarda Faberlic, Oriflame degan kompaniyaning kosmetikalari birinchi o'rinda turardi. O'sha kosmetikalari bor qiz dunyodagi eng baxtli qizlardan biri bo'lardi va o'shalardan biri men edim. Stipendiyam chiqishi bilan birinchi o'rinda kosmetika olardim. Ovqat olish o'rniga qornim och, ammo kosmetikalarim bor. Turmush qurganimdan keyin ham battar bo'lsam bo'ldimki, ammo o'zgarmadim. Pardoz qilishni yana avjiga chiqara boshladim. Birinchi o'rinda men uchun uyqudan turish bilan pardoz boshlanadi. Yangi kelinligimda bo'yanib ko'chaga chiqaysam bestakam, pardozni ayol kishi ko'cha uchun, ko'chadagilar uchun qilar ekanda. Aslida har bir ayol uyda eri uchun chiroyli bo'lib bo'yanib o'tirish kerak degandir. O'shandan buyon qarabsizki, men faqat pulimni kosmetikalarga ishlataman. Ko'pchilik pardozni faqat chiroy uchun deb o'ylaydi. Lekin pardoz ayolga faqat tashqi ko'rinish emas, avvalo o'ziga bo'lgan ishonchni beradi. Pardoz qilganimda o'zimni yanada tartibli, o'zimga e'tibor bergan ayol sifatida his qilaman. Pardoz bu kimnidir yoki birov uchun emas, o'zim uchun, kayfiyatni ko'tarish uchun, kunni chiroyli boshlash uchun. Ba'zan pardoz charchoqni yopadi, ba'zan esa ichki holatimni aks ettiradi. Eng muhimi, pardoz ayolni boshqacha qilib qo'ymaydi. U faqat ayolning tabiiy go'zalligini yanada ochib beradi. Islomda ayolning o'zini parvarish qilishi, poklik va ozoda bo'lishi qo'llab-quvvatlanadi. Ayol pardozni o'zi, eri uchun uyda yoki ayollar orasida qilishda aybi yo'q. Go'zallik Alloh bergan ne'mat. Uni saqlash va ehtiyotkorlik bilan ochib berish ham shukrning bir ko'rinishidir. Biz pardoz bilan o'zimizni o'zgartirishga emas, Alloh bergan go'zallikni asrashga intilganimiz ma'qul. Bugungi pardozim esa dugonam bilan chiroyli suhbat qilib, mazza qilib o'tirish uchun edi.